Shohona osh sizni qo'lingizdan yeymiz. Endi go'shtlarni sovalamiz. Muzani butun soldim-da. Faqat sabzini juda mayda to'g'rab qo'yishibdi-da. Sizlar menga yordamga keldinglarmi? Pripravalarni solamiz. Zarvelar yetildi. Endi guruchlarni solib, oshimizni damlaymiz. Tuz berib yuboramiz. Uni tegi balandligida 10 minutga birinchi dimlab pishirib olsak, guruchlarimiz qari bilan nam yeb oladi-da, keyin o'zi dirkillab chiqadigan osh bo'ladi. Birinchi 10 minutligi dimlanadi-da, olov balandligida-chi. Guruchlar zo'r yetilib oladi. Guruchlarimizni orqa oldini ag'daramiz. Xo'p, guruchlarimiz o'zi suvni tortib oldi. Suvni tortganini qatdan tekshirsak bo'ladi. Kapkirimizdan chiqqanimizda yaltillaydi, suvsiz chiqadi. Endi guruchni hammasini bitta joyga to'playmiz.